Assalomu alaykum. Bütün dünyadaki aziz qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimisizlar? Tinchlikmi? Shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugungi tema burungi jinoyatchilarniki qilmishi va ta bugungacha Uyg'urlarning mustaqilligiga to'sqinlik qilayotgan. Hammanglar bilgandek Memtim Hazret, Hamid Tursun ve G'ulom Osmon Qirg'izistonda Pokistondagi Hasan Maqsumga vatan uchun inqilob qilishga muntazam askar tank qurolliq tayyor deb pul yig'ish qilib bermaganlarni tahdid qilib mafiyalarni akilib keyin Saqçılar şerik olup Xitay konsuldan saqçı bekitip bergen ki saqçılar bilan birga vurup bulab talab necha million pulni bulib talab Qozog'istonga ko'chgan. Shunga birga rahmatlik Hasan Maqsum pulga 2 odamni avatidi Qozog'istonga. Abdul Tursun bilan G'ulom Osmondan qishida bo'lgan ikki hamkorlashigicha ballarni qo'shib bu to'rtini jiniq zolim qiladi va Qozog'istondagi mafiyalar puli deb ularni parchalik qiladi. Shuni olib bular Turkiyaga qo'pib qochdi pulni olib. Shuning bilan bu G'ulom Osmon bugun kunlikda sürgün hükümeti 15 yılgacha hiç qilmagan ve kanunsuz adamlarni qo'g'lab chiqarib etgan. Mesela İsmail Cengiz'ni chiqarib etdi. Keyindan Kurash Ataxonni chiqarib etdi. Kurash Ataxonmi, nima Ataxon? Bir yosh bolani. Nimelikten degan chaqda mana bu bizniki mustaqilimiz to'sqinchiq bo'lganlar. Ash pulni Hasan Maqsumning qo'liga tushgan bo'lsa, hujum qiladi, bugun kunlikda kamplar qurilmaydi. Vaziyat bunchalik bo'lib ketmaydi. Hattoki shuning bilan butun musulmonlar qo'zg'alib hujumga boshlab bizning vatanimizdagi bütün Xitoy xalqi qochishga sababchi bo'ladi. Bu xoinlar yana birsi Germaniyada, birsi Amerikada tashkilotlarniki beshi chiqib olgan. Bu sürgün hükümetniki bu o'lmagan yerdan Salihni mo'sha tushirish uchun yeniga nayta shu yumshoqlik va samimiylik bilan yeniga tortgan. Salihmi bu hukumat o'zimiz o'g'andagi jonlantiraydi deb kirgan. Ammo lekin bu uni xoin, buni xoin deb na kalishliganlarni chiqarib etgan. Anandikin bizniki mushu sürgün hükümetiga a'zo bo'lib kirganlar necha qitim G'ulom Osmonga 5 minut qo'simi meyda so'zlar deganda unamagan. Hattoki Aqtash nomli nima chiqqan chog'dimi yaqinda hammamiz anglagan shuni ham so'zlamagan. Nimaga? Chunki uni boshlig'i unimaydi unga. Uni boshlig'i kim? Xitoy Kompartiyasi. Hozirgi bizning tariximizni va masjidimizni, bizning an'anamizni, ma'rifimizni, ana tilimizni, dinimizni yo'qotgan kommunist Xitoylar bilan birlashganligi aniq chiqdi.
Buni chunki kechikib so'zildim. Nimaga desanglar, birini surishtirmay, so'ramay, aniqlamay, qarg'u kes qarg'u deydigan ish yo'q bu yerda. Chunki demokratik davlatda yashayapmiz. Mana bu xoinlar hozir bu surgun hukumatiga mahkam peti bilib, haqlashadigan, kallashadigan, shuni qanday epirganlarni, fikr yurgizganlarni xoin deb bularni siqib chiqarmoqda. Ey aziz qarindoshlar, bu sizlar uyg'onmasanglar, bular qahramonni xoin deb chiqarsa, o'zing qilg'ini odam o'tamak, bulmoq. Buni moshonda sho'qinib kelganlar. Yolg'on bo'lsa, shu Qirg'izistonda bo'g'a vaqani yaxshi o'ylab yiqinglar. Ha? Yaxshi so'rab yiqinglar. Mana moshunda odamlar bizniki, hukumatniki amaldor bo'lamdi. Yo'q. Qat'iy nazar. Bunda odamni julib ip tashlab, burunqi qilmishlarni qonunga topshirish kerak. Bular jazolansin. Bularniki, bizniki vatanning mustaqil to'sqinlik qilgan bu xoinlarni qonun e'tirof qilmasa, to'liq isbot yo'q, video isbot yo'q deydi. Unda esa xalq chamiga o'tib o'tish kerak. Chunki bu o'tib ketgan ko'rinishni, o'tgan kaptikini unutib ketmayli. Mash yuqoriga chiqargan xoin munofiqlar, sharafsizlar. Dunyo qurultidagi xoin sharafsizlar. Men G'ulom Osmon degan xoinlar yuqoriga chiqib, pili qulub bo'lib olgan. 15 yilgacha hech qilmagan. Ha? Nemish qiladi? Bir gücek topini uyoqtib yutkidimi bu natijani yag'mishilar. Axiri bu davoni Xitoyning ishki masalasi qilib ekeldi. Yana mo'shularga agishamsizlar. Mavo mustaqilligimiz uchun butun dunyoda Uyg'urimiz dast turayli. Talab qilayotgan adolat, mustaqillik o'ziniki xalqini, millatini kech-kunduz boshqatirayotganlarga bir yulanch bo'layli. Shuni qo'llayli. Men hech qanday tashkilotga a'zo emas. O tashkilotchilar mendek odamlarni qabul qilmaydi. Yani surgun hukumati deb nima qilib qolman, o surgun hukumati sizda yo'q. Men xolis bir Uyg'urning bolasi. Mush Uyg'ur millatim uchun nim bo'lsam shu bo'lay. Nim bo'lsam shu bo'lay. Ama G'ulom Osmon ilinib ketmasa, hammanglarni xoin e'lon qilma. Masala qo'y. Ama kim o? Bak Qag'an ismini o'qimayman, Sodiq o'g'lim. Bu G'ulom Osmonning po'qi nima o'g'lim? Bu G'ulom Osmon ashu Hasan Maqsumniki hujum qilgan pulini hem ishga askani o'tadi, o'zining qotgan ishki bolani o'tadi, 4 odamning beshiga chiqdi. Ha? Bu sharafsizlar. Necha million pulni netisi bo'lishib, hozirga moshundoq o'ngda yashayotdi bular. Jahannamniki o'tidan yostiq qilib, ularni besh qo'yadi-da, teni saq. Bosh qo'ygandan keyin u tanigim tutishidi. Atalmiqqa butun tarbiqagacha. Ularning maslahatini anglama. Mustaqil uchun o'zingning harakatini
Sen xalqqa bo'lgan hissiyotingni, samimiyligingni unutma. Hech qachonda Uyg'urni og'zingga tushama. Men sana tavsiyam bu mustaqillik uchun xalq bo'lmasa hech qanday davlat seni to'lamaydi. Uyg'ur xalqini unutma. Hech qachonda. Hech qaysinglar unutmanglar. Xalq bo'lmagan bir davlat olmaydi. Nimaga? U nima bo'ladi? Butun dunyoda yiqib keldi. Agulada ishlaydigan odam yo'q deb. O davlat olmaydi u. Seni davlating olmaydi. Ag'dirdi. Shuning uchun biz xalqni himoyalashimiz kerak. Xalqni suyishimiz kerak. Xalqni qo'limizga ilishimiz kerak. Mayli döt olsun, mayli o'qigan bo'lsin, mayli o'qimagan bo'lsin, mayli sodda bo'lsin, mayli yugurgan bo'lsin, mayli ichib yotgan bo'lsin, Uyg'ur millat bo'lsa, qo'limizga ilishimiz kerak. Birinchisi o'sha millatni deb davlat qurma desang, Allohning nasibi shu. Yo'q. Men onda davlat qurmayman desang, işçilden işekçil kıyamet kıyıncı dava kıl atı buvan aş nev çevir pevranda dava kılsın Allah nasip olmasın nöl o. Şunun için halk yurt bazlık kılmayımız taraf bazlık kılmayımız Orta Asya demeyimiz Xitaylık demeyimiz hemimiz bir çoka ya bo'lsa bir miq, ya bo'lsa bir ziq, ya bo'lsa bir jimna dek tishilib va qisilib kirmas yashayga. Abdul Ahad Nur G'ilam Osmon Mushningki Solih nima uchun surishtirmaydi bularni? Ma odamlar mala mushundoq da'vatidi. Nimdab shu xalqning pulini haqqini yeb qinni ishib Hasan Maqsumni o'limiga maktub qilib mashina qichib keldinglar. Nima uchun hukumatdan yuqori to'piga chiqib oldinglar, hozir kirib oldinglar? Nimishki oldi tavba qilmaysizlar? Deydigan buni so'rmaysizlar. Bu sizlar bu eshakning ustida ishganmi yo ananglarganmi? Nerede kaldı?